safar qilib ketayotgandim, shunga safar kiyimida va holatidaman, lekin shunga qaramasdan sizlar bilan bir foydali narsa ulashay dedim. Ibn Xoldun rahimahulloh hur fikrli odam bilan qulga o'xshab fikrlaydigan odamning farqini tahlil qilar ekan, aytadiki, hur fikrli odam fikr bilan mashg'ul bo'ladi, mahmakana qoiluha. Kim uni aytgan bo'lsa ham fikrni himoya qiladi agar fikr to'g'ri bo'lsa va shaxslar bilan shug'ullanmaydi, fikrlarni tahlil qiladi. Va qul fikrli odam yudafi'u ani shaxsi mahmakana fikruha. Shaxsni himoya qiladi, fikri qanaqa bo'lsa ham, xato bo'lsa ham. Shaxsiga dushman bo'ldimi, uni hamma fikrini xatolik deb qabul qilishga harakat qiladi. Do'st bo'ldimi, hamma fikrini inkor qilishga harakat qiladi, chunki u shaxs bilan mashg'ul. Ana o'sha uchun u qulga o'xshab fikrlaydigan odam. Va hur fikrlaydigan odam bo'lsa, shaxslar bilan mutlaqo ishi bo'lmaydi. Chunki ular shaxslar o'zgaradi, shaxslar o'ladi, shaxslar ketaveradi, lekin fikrlar qoladi. O'sha uchun fikrlarni muhokama qiladi va fikrlar bilan mashg'ul bo'ladi. Alloh